Salom bolalar. Mana bunaqa motorchani ichidan magnit topib oldim. Ichini ochganimda yumshoq rezinkadan magnit. Mana hozir ko'rsataman. Mana yumshoq rezinkadan magnit. Mana bunaqasi ichidagisi mana bunaqa bo'lar ekan. Mana hozir ko'rsataman. Qaychi bilan kesib ko'rsataman. Mana hozir qaychi bilan kesib ko'rsataman. Mana qaranglar. Hozir. Endi ichiga ilg'izvoray. Ildirib qo'yay. Ilg'izvoray debman. Mana. Ha, kesiladi. Ana, bittasi uchib ketdi anaqa. Ha, ana. Kesilib qoldi, bittasi uchib ketdi. Mana. Yopishadi. Mix bilan ko'rsataman mana. Mana birinchisi mixga yopishdi. Ikkinchisi ham mana. Rezinchoq kamirga o'xshagan, balonni kamiriga o'xshar ekan. Magnit. Aytgancha sizlarga savol mana hozir. Qani edi, topib olay. Mana shu nimani motori deb o'ylaysizlar? Topinglar, javobini kommentariyaga yozinglar.